Men baxshi shoir Shavkat Bobomurod mana bugun 15-noyabr 2025-yil sanasida Nurobod shahridagi markaziy kutubxonaga keldim. Bu kutubxonaga kelishdan maqsad mana shu Alpomish dostoni Fozil Yo'ldosh variantini axtarib keldim. Chunki albatta Fozil Yo'ldosh bizning ma'naviy ustozimiz. Bu kishini eng mukammal mana shu Alpomish dostonining 50 ga yaqin varianti bo'lsa, eng mukammal varianti Fozil Yo'ldosh varianti. Shuning uchun albatta respublikamizdagi juda ko'pchilik baxshilar bu variantni o'rganib, xalqqa kuylab yetkazib kelyapti. Mana davlatimiz tomonidan juda ham bir hajm jihatdan ham juda katta qilib, bir chiroyli qilinib bu doston nashr qilingan ekan. Albatta bu dostonni o'qib o'rganib, qolaversa shogirdlarimizga ham yetkazamiz. Mana shu maqsadda bugun kutubxonaga keldim. Mana kutubxona xodimlari albatta bir ochiq chehra bilan kutib olishdi. Qolaversa bu yerda bir 5-6 ta kitobxon bolalar ham bor ekan. Xudo xolasa men o'zim ham mana shu yerga obuna bo'lib, a'zo bo'lib, bundan buyon mana shu yerdagi adabiyotlardan foydalanishni niyat qildim. Mana O'zbek xalq ijodiy yodgorliklari, 100 tomlik yodgorliklarda ham bir nechta tomlari bor ekan. Bunda bir qancha mana shu Guruhli, Yozi Zibo, Alpomish, Avastan boshqa hamma xalq dostonlari mana shu 100 tomlik kitobga kiritilyapti. Mana bu kitoblardan ham foydalansak bo'lar ekan. Men mana shu Nurobod tumanida, qolaversa Samarqand viloyatida ijod qilayotgan baxshilarni ham mana shu kutubxonaga kelib, a'zo bo'lib, mana shu adabiyotlardan, mana shunday katta doston kitoblardan foydalanishga chaqiraman. Juda ham boy kitoblarga boy kutubxona, lekin shu bugun niyat qilib, mana birinchi marta qadam ranjida qildim, ketgim kelmay qoldi. Xudo xolasa, albatta juda ham bir ma'naviy boylik, xazina mana shu kutubxonada ekan.